bo'lish, ovqatlanish shoxobchalari va dam olish joylari tashkil etgan holda xizmat ko'rsatish mahallada bandlikni ta'minlashning asosiy turiga aylanishi mumkin. O'tgan yilgi o'rganishlar davomida viloyat hokimi bunday dam olish maskanlarini umumiy konsepsiyaga birlashtirish, hududni obodonlashtirish, mahallada ichki turizm uchun sharoitlarni yaxshilash bo'yicha masalalarga topshiriqlar belgiladi. Topshiriqlar ijrosi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ko'zdan kechiriladi. Mahalliy aholi hamda tadbirkorlar tomonidan dam olish barpo etilayotgan dam olish maskanlari yil davomida uzluksiz faoliyat ko'rsatishi, bu jihatdan foydali bo'lishi, oliy mavjud loyihalardan andozali loyihalarga shahar markazidagi Ahmad Al-Farg'oniy nomidagi madaniy istirohat bog'ini zamonaviy qiyofaga aylantirish reja qilingan. Ko'chaning va bog'ning loyiha taqdimoti bilan tanishildi. Loyiha mutaxassislariga ko'ra, istirohat bog'ida yopiq sirk majmuasi, parking, kutubxona, Wi-Fi zonalari bunyod etilishi kutilmoqda. Shahrida Alisher Navoiy va Ma'rifat ko'chalari kesishmasidagi 2 qavatli ma'no eskirgan uylar o'rnida renovatsiya dasturiga asosan barpo etilgan yangi turar joy